Kızlarning o'g'lat atış musobaqasi boshlandi ko'pchilik. Maydonimizdagi mana bu javandozda Mo'ng'ul Kura komandasi bilan Tikas komandasi. Hujum qilayotgan javandoz Tikas komandasidan, ha? 5 nomerli javandoz na kuchli holatda hujumda. Chiroyliqa, o'ngdan, so'ldan, yo'gab tatib o'ynaymiz-da. Izlaytinga, besiytinga, mayga. Qaraydigan bo'lsak, mana bu qizlar yigitlardagi ham atni to'g'risi qo'yibdi tomoshabinlar, ha? Chiroyliqa. O'ngdan, so'ldan, yo'gab mana bu. Voy! Izil. Mana bu 5 nomerli harakatchi Jangilsin. Tikas komandasiniki o'tirmagan kuchli hujumchisi Jangilsin, ha? O'z maydoniga na chiroyli keldi tomoshabinlar. Chiroyliqa. Kuchli mudofaada Mo'ng'ul Kura komandasi. Chiroyliqa, qayta hujum qilyapti. Tikas komandasi kuchli hujumda o'z maydoniga chiroyli keldi. Etiga, ha? Aylantirib kelib. Mudofaa tushib etiga. Ey! Agar bir g'ayrat qilaga, etiga. Chiroyliqa, izil. Qaraydigan bo'lsak, Tikas komandasining 5 nomerli chavandoz Jangilsin. O'g'laqda ati chiroyli qarg'a atgan chavandoz. Elo oblasti Tikas komandasidan 5 nomerli chavandoz Jangilsin. Qaraydigan bo'lsak, mana bu qizchaqniki Javliyani jasor palvon naqbul ko'g'al qildi tomoshabinlar. Mana Sinchayni tayyor qilib turibdi. Sinchay ichimligi ichgandan keyin taqma o'g'laq olishingizni chin dilimizdan umid qilamiz.